Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Reallığımızın nəzər proqramımızın 13-ci saniyyə görüşünlərdən qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görünmələrimiz səmalar məlum bolğandək biz hər 2 həftədə bir huzurunlarda buluyatımız şu saati şənbə günü. Əsli 5-də bir gün alaydı bir əhval olub qalıb. Çünki proqramı boğallıq üçün bu proqramdan kəndin. Şu an 4 gəlib qaldıq. Tünü gün elanımızdan bədik. 2 həftədə bir huzurunlarda buluyatımız. Reallığımızdaki tüzüşke tegişlik bolğan, toğru dep qarab atqan, əməliyyatda xata bolğan məsələlərə aid ilmi şəkildə bunu düşündürüb, paranlaşıb qılıbatımız. Proqramımızın əziz mehmini, daimlik mehmini əməlaq tanışıb bolğan hörmətlik ustaz hazır Konya Selçuk Üniversitesi Tarix Fakülteti doktoranti Abdurrahim Dövlət əpəndimi təklif qıldıq. Qimmatli vaxtını çıxırıb ziyaretimizi qəbul qılğanlıq üçün köp rəhmət etimiz aldılar. Ben sizlerge rahmet ettim. Allah razı olsun. Rahmet Allah razı olsun. Qadirli görünmələrimiz proqramımız Naq Meydandan Facebook ve YouTube kanallarımız arqalıq tarixli vatıdı. Ekran alda çıxıb duruyatqan nömürlər arqalıq proqramımızға alaqadar fikir təklif verişanlarını şimdaqla köplügən qeyrindaşlarımızdan faydalanış üçün həm məhərləb qoşuna həm unutulmağızlar. Elanımızda bəgəndək bugünkü temimiz cəmiyyətimizdeki, cəmiyyətdeki fərqlərə qandaq muamele qılımız deyib. Bunu bir paranlaş bakayım dedik. Çünkü hammalar malum şu yakınki küllerde biraz ictimai uçur vasıtında bir hemmimiz rahatsız kalan, hemmimizni bir aram kalan talaş tartışlar yüz bədi. Bunu bugün bir ilmi şekilde yazıcımız Abdurrahim Dövlətlə paranlaş bakayım deyip oturtdunuz. Programa giriştim burun yenimde bir baş kitap var. Bu kitapın bir hikayesini uzunluğa bir sizlerge bildiriyor. Onun kendi programa kirip geçsek, şu programımız sebeplik yani Abdurrahim Dövlət Əpəndi bilen Reallığımız Nəzər programımızda biz ana tilimizdeki muhaciret hayatı da qançılık dikkat kılınmayotqanlığı, bağansırı yoxutuyotqanlığımız meselesi hakkında söhbət edip bağan tuğandı. Şu programımızı körüp, təsirlenip programımızın milletim üçün bir qolamdan kelgancha bir iş qılay deb niyetki kelip bir isimsiz körülmenimiz men bilen alaqlaşkan boldu. Bunu keyin besip çıqqan bolduq. Xalqımızın her bir muhaciretdeki, Türkiye'deki, Avrupa'daki ve başka Türkiye'nin başka şehirlerdeki diyendek şu xalqımızga, ailesiga her bir aile ben haqsız taqasam deb min yürüyüş besildi her bir kitaptın. Bu ilibbe prezidentlerimizdeki savadi çıksa bu ilibbe bilen onun kendin şu milletini saqlab qilinişiga en güçlük Türkiye bolğan dinimizin prezidentlerge ögütülüşüne intayin muhim bolğanlığı üçün ilgirimi bir qancha qatim besligan ama hazır az bolğan bu kitapla 3 yürüyüş kitap, cami 5 kısım kitap. Benim güzel dinim, ibadetlerimle ögünmen. Bu birinci, ikinci kısmı. Şundaqla bu üçüncü, dördüncü kısmı bu şekilde oxşaş. Bu iman asaslarını ögünmen de bu iki kısmını söyleydi. En ahiri yeni besligan bu mu? Benim güzel dinim. Peygamberimden hayatını ögünmen diyen isim bilen. Bu tuncu qetim besildi. Maşikisi ilgirim besligan ama bu maqtim 3 yürüyüş şekilde hemmesi hediye şekilde besip çıkıldı. Neşir kılındı. Hazır Zeytinburnu'ndaki Ustuqburaxan kitapxanası, Safaköy'deki Qutadı Qubilik kitapxanalarda haqsız tarix qılıvatıda ihtiyaçlı qeyrindaşlarımızdaki şu yerden haqsız eli belişini ümit qılımız. Bunu şu millet üçün menin bir həssəm bolsun da bu işqa bu işini elib bağan bu güzel bir işini royapqa çıxarğan qeyrindaşımız elbette bu ekrandan rahmet etimiz, isminin aşkarlanışını halimğanlıq üçün demeyimiz. Elbette dua qoşunlar ümit qılımız. Nəhayət güzel məlumatlar var bunun içində. Şundaq balalarımızdaki, prezidentlerimizdeki düşünüşlük hem ata-ana billə oqalaydı, prezidentlerge ögütəlaydı. Bu bir elanını qılıbatkan bulaydı. Elbette xabarimizdə bəgəndik. Hazır 2 həftə olub qaldı bu kitap çıqqalı. İnşallah bilməyən qeyrindaşlarımız ilvası bu kitapxanalardan. Bunu dep qoyaydım. Bundan olsa programımıza kirip geçsek hürmetlik Abdurrahim Dövlət Əpəndim. Temimiz bu oldu.
Hem de şu abay kiriştim dedim. Şu ahirki bir qancha haftadan buyon bizni bir aram qilgan ishlar yuz berdi deyli. Hem de nima uchun şu qarshi fikirdagilarga biz buni hamda ijtimoiy fikr vositalarga qarasak, biz bilan o'xshamaydigan fikr qiladigan şu qarshi fikirdagilarga ko'pinchamiz shundaqmi bilib bo'lmadim. Darhollam fikr azroqlam bir so'zlashib bo'g'icha munozir boshlanmasdan ig'ir so'z, qo'pol so'zlarga o'tib ketish, bir-birini haqoratlash. Bu ishlarga osonla bu ishga nima uchun bunday kirib ketamiz? Bo'libmi uni yozuvchi, bu fikrlarni o'ttirib qo'yuvchilarmi shundaq bo'lish bilan birga ko'pinchisi agash kuchlari, har ikki tarafning mayli qaysi tarafning qo'llovchilari, agash kuchlari, inkas yozuvchilari orasida texim avjiga chiqyapti bu ishlar. Mushu haqda sizning bir fikringizni aytsangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mushu munozirlarda, endi o'xshamagan qarashga ega kishilarning orasidagi munozirlarda nihoyatda tezla temperaturani yuqori ko'tarilib, tilimizning yavaylashib ketishi, bunday. Buni aytadigan ko'ngli yerim qiladigan bir hodisa. Yani bunun sebeplerini ben tüvende bir qancha noktaga yig'inchoqlab baktım o'zimcha. Birincisi biz bulupmu vatanda yetishgan, vatanda o'qigan, Qur'onga yetkichi bo'lgan orliqda vatan tuvallarda biz bir mustabid tuzumda yashaganligimiz uchun munozir muhitidan bahramand bo'lmagan. Yani bizning ma'rifimiz, yoki biz ko'rgan ma'rif, boshlang'ichdan to'liq o'rta maktab, oliy maktabni bitirguncha xilma-xil fikrlar ishlaydigan, xilma-xil fikrlar o'zaro dialog qilishgan va bu xil munozirni ko'p ko'rgan bir ma'rif muhitida yetilgan emas. Chunki Xitoyning o mustabid rejimi faqat birla sadoga, birla ovozga ruxsat qilganligi uchun boshqa xil sadodagi kishilar bilan qanday paranglashib, qanday so'zlashish, qanday o'rtoqlashish, qanday munozirlashish degandek ishlar bizga nisbatan bir hisobda yeni. Unda o'g'anlik uchun bizda o'xshamagan fikrlardan ziyoda teptatadigan, qo'rqadigan, cho'chiydigan, shundoqla o'xshamagan fikrdagi kishilarni tezla raqib yoki dushman deb qarab oladigan bir xato qarash mavjud. Chunki buning sababi yana shu yalnız birla ideya hüküm sürgen devletlerde başka ideya düşman dep qaralganligi uchun biz bilip bilmey yüzümüzge o'xshamaydigan fikir qilgan kishilarni düşman dep o'ylab oladigan bir xil moyillikka ega. Biz buni biza yetildirgan. Endi bu xil narsa siyosiy tuzumdanmi boshqa balkim biz cho'ng'igan oila muhiti bilan biraz munosabat bo'lishi mumkin. Chunki bizning oilada ota-onalarimiz bilan, akalarimiz bilan, cho'nglar bilan ma'lum masalalar haqida da paranglashib, munozirlashib, fikrimizni erkin o'tirib qo'yib, unaga qarshi o'tirib qo'ygan baholarni anglab yetishmadik. Unda bo'lgandan keyin hozir biz o'zimizning fikrga qarshi bir fikr o'tirib qo'yganini ko'rgan vaqtda uningga sovuqqonlik bilan muomala qiladigan bunday psixik safoyimiz yo'q. Darhol cho'chiymiz, chachraymiz yoki chechilib ketamiz. Normal fikir qilish relisidan nihoyatda tezli chiqib ketib qolamiz. Nima degandek, bu biroz uzoq muddat mashqdan o'tgan bir narsa bo'lishlar. Masalan, biz buni demokratik davlatlarga yoki boshqa munozirlashganlarni hozir televizorda ko'rib boqadigan bo'lsak, birisi bilan dunyo qarashi butunlay ikki dunyoga tayyor kishilarning bu, endi birisini efendim, xonim deb turib munozirlashayotganligini ko'ryapmiz. Biz hozir shu mumkin bu sahnadan mushtlashimiz. Yani unchilik toqatimiz, psixik jihatdan ona odatlangan bir zihniyatimiz yo'q. Hamda ikkinchisi biz hozir Uyg'urlar kollektiv jihatdan bir psixologik azoblanamiz. Yani hech qaysimiz bu azobning sirtida emas. Bunda bo'lgandan keyin mutlaq ko'pimizda unda sovuqqonlik bilan normal o'zimizni yo'qotib qo'ymay turib, talash tartish qiladigan bu xil taskin ruhiy holat yo'q.
Hazır bizim ahvalimiz qandaq desa, cemiyetimizdeki her qaysı kutuplar hazır bunda bir halatda. Yani küzetişince. Biz bunu bir oxuştup bakaylı. Biz töteyle bir seferge çıktık. Seferge çıkıp bir dalada çedirdi yattık. Endi bu dala boğanlığı için hemmimiz tötümüz uxlap kalsak, kâmdi yabani hayvanlık kelebek yoki o'g'ri yolg'on bizga bir tajovuz qilmasin deb, masalan, bireylarni sendek kechicha uxlamay kuzatchilik qilgan yoki sen 2 soat uxlagin yoki sen 2 soatdan keyin navbatchilikni qo'lingga ol deb deyishdik. Ammo aytsak qarasak, o'g'ri kelib bizni yuk taqlimizni ekitibdi. Shunlar bu akşam kuzatchi yo'qadan nima ish qildi desak, masalan, bu uxlab qolibdi va ikkinchi kuzatchi men u uyg'otmaganlik uchun men uxlab qolibdim. Yana birisi benim işim sürüp gidip tağdan arası ketkendim, men kelip doğuş oğurlap olaptı deyişim oldu. Kıskısı bir yerde oğurluk yüz verdi. Yani bütün meselem de oğurluk yüz verkenden keyin bu töteyler neymiş kılıyordular. Bu töteyler bir tek Irak ketmegen bo'lişi mumkin, derhal keyinden kovlaylı edemezsin bu töteyler. Senin sebebinden oğru bizden derslerimizi etketti de bu tötesi arasında bu uğurluqların %1 sebebi de kimden bekrek javobgarlıkka tatilish kerakligini talaşı derdi. Sen uyg'otgan bo'lsang, men kuzatchilik qilardim. Sen uxlab qolmagan bo'lsang, uğurluq yuz bermaydi. Deb bütün endi beshiga kelgan bu oqibatning kimga otib qo'ysak, andan keyin bir taskin topolmaymiz. Deydigan bir xil bema'ni bir holat mavjud. Çünkü ularning ziyon tortgan holati, ularning darhol o'g'rining keyinden qo'llashdan iborat anda aqliy qaror chiqarishiga to'salg'i bo'lyapti. Şunlar hozir qo'lidan keldigini darhol birisi aytlash, birisi taptani qilish, endi ma'qul yo'lga menyapti. Chunki ziyondan kelgan achchiq bizning normal fikr qilishimizni butunlay buzib etdi. Aslida kimning sababidan o'g'irlik bo'lganligini talashishdan burun derhal o'g'rining keyinden qo'g'lisi belki tutilishi mumkin. Ammo ular u yerda uni unutib ketib turib, kimning sababidan o'g'irlik yuz berdi deydigan oyog'i chiqmas bir. Hatto uni topgandan keyin uni tartibga kelishning foydasi bor. Yani onu mu o'ylayolmaydigan bir holatda. Xo'sh. Yoki biz bir binoga o'tkazsa, biz bu binoning ichida o'tkazgandan keyin hammamiz ishdan chiqish uchun yuguramiz. Ishni ochili deb darhol baqa vaqtda ishni ichiga ochadigan bir ish bor. Ammo keyindan kelganlar naydi besib turganlik uchun eng oldidagi odam bu ishni ocholmaydi. Turib turinglar, men ishni ochay, undan chiqdilar desam, men keyinligini uni anglamaydi. Qattiq qistaydi. Şöyle asli iş quluplangan emas. İşni ochqilib bo'lsa chiqib ketalaydi. Ammo keyindagilar uni qistab ishni ochqilib qo'ymaganligi uchun nurg'un kishilar bu binoda kuyab emas, balki islab bilib ketib qoldi. Hozir bizning ahvolimiz aldirmanglar va ishni ochilay degan gapni anglaydigan odam yo'q ular. Yani hammamizning ruhiy holatida unda bir xil sovuqqonlik, sal turib turayli deydigan bir ma'vu yo'q. Şunlaşqa derhal aklımızı yo'qotib, tilimizni qo'yib etishimiz, til haqoratini boshlab ketishimiz, menimcha hozirgi shu gangiravatgan yoki shu tashvish andishidagi, shu besim, depression ichidagi ruhiy holatimiz bilan bevosita munosabatli deb o'ylayman. Endi bu xil til qo'yib etishimizning yana bir sababi biz meselelerni chiroyli yo'lda hal qiladigan usullarni o'rganmaganligimiz uchun. Amaliyotda qarmoqqa biz munozirada birimizni haqoratlagandek qilganimiz bilan bu bizning ziddiyatlarni hal qilishda chora tepish aqlimizning yetarli taraqqiy qilmaganligining bir alomati. Masalan, uyda balamiz bir xatolikni sodir qilsa, onunla derhal vaqirishimiz, yoki haqoratlashimiz, yoki tillashimiz, ig'irroq bo'lsa uni urishimiz bizning shu masalani so'z bilan yoki bir tadbir bilan yoki chiroyliroq bir shaklda hal qilish usulini bilmaganligimiz.
Biz onu bilmegenligimiz için derhal biz zo'ravonlik vositasiga murojaat qilamiz. Shunga buni ma'lum bir sabab bo'lishi mumkin. Ammo endi buni ziynini o'ylab boqadigan bo'lsak, har qanday bir munozara, bo'lib til haqoratga to'lgan bir munozara hech bir zaman ikki tarafga mayli qarshi taraf kim taraf bo'lishini qat'iy nazar hech qanday bir narsa qozondurmaydi. Hech kim bundan bir narsaga erisholmaydi. Aksicha, yani til haqoratga to'lgan bir munozarada hatto mening qarashim to'g'ri bo'lgan taqdirdami, men qarshi tarafni haqoratlaganligim uchun u mening so'zimni qabul qilmaydi. Menmi onun sözünü qabul qilmayman. Aksicha birsimizga dushman bo'lib qo'pib ketamiz. Buning hech nimaga foydasi yo'q. Endi biz payg'ambarimizning da'vatiga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar alayhissalomga shunday. Yüzünün üstüge tügünün perilerini tashlab qo'ygan, yüzüge nihoyat shaxsiy bevosita azar yetkazgan Abu Jahlga o'xshash, Abu Lahabga o'xshash nurg'un mushriklarni haqoratlaganligini uchratmaymiz. Aksicha Alloh Qur'oni Karimda Musa alayhissalomga Fir'avnga bilan munozirlashgan vaqtida uning eng go'zal uslubda gap qilgan deyapti. Endi bizning Uyg'urlarning ichida qancha yoqtirmasaqmi Fir'avnga o'xshash nacharlik astirishib ketgan odam yo'q deb o'ylayman men. Demak, Musa alayhissalomga shu Fir'avnga chiroyli so'z qil degan yerda bizning o'zaro munozirada mayli tema qanday bo'lishini qat'iy nazar. Hatto qarshi taraf sizni haqoratlagan bo'lishini qat'iy nazar, sizning onunga o'xshash haqoratga uchib ketmasdan so'qqanlikni saqlay olsak, hech bo'lmasa umumiy bir ma'lum ishlarda yana keyin hamkorlashish ishini saqlab qola olamiz. Agar birisi-birimizning g'ururiga eg'ir tekkan vaqtda cho'ng ittifoqlik emas. Yani bunun zihnini mo'ljallash nihoyatda qiyin. Endi biz buni yiroqqa qarab turib o'ylasak, biz endi bayamqi senariyoga qaytaylik. O'g'ri bizning naslimizni o'g'irlab qo'ygandan keyin bu yiroqdagi bir do'ngga chiqib bizni kuzatdi turbunda. Shuna biz bu yerda darhol uni izlashni qo'yga tushmay, qaysi yo'ldan qochdi, qanday mangdi, qayerga iz qoldirdi degan o'ylashmay, biz birisi-birimizni yaqin vaqtda elishib, taptani qilishni boshladik. Yiroqda turbunda kuzatayotgan o'g'ri bizning bu qiliqlarimizni ko'rganda nima deb o'ylashi mumkin? U kulib ketishi mumkin. Qapoq bosh bo'yladi. Bizning holatimiz shu emas. Bizning chet eldagi holatimizda Beijingda kurayotgan nurg'un turbun bor. To'g'ri. Biz mushuni nuqtadan o'ylasak, biroz o'zimizni isloh qilamiz deb o'ylayman. Şunlaşqa munozirlarda tilni quyitish amaliyotda qattiqroq desak axloqsizlik. Biz uni o'zimizni aqlab olganimiz bilan qarshi taraf bunda deganlik uchun men bunda dedim. Biz masalan ko'chada maqsad birisi bizga qolsa, bizni tam qondiq. Agar biz tam qolsak, bizni aylanib ketmaydi. Şunlaşqa yaxshilik har kishining ishi, ammo yomonlikqa yaxshilik har kishining ishi degan gap katta gap. Alloh Qur'oni Karimda shunday deydi, shunga o'xshaydi. Sana yomonlik qilganlarga yaxshilik bilan taqobil. Agar shunday qilsang, qarshi taraf sening eng yaqin do'stingdek bo'lib qoldi. Ham bu xil xislatga Alloh buyuk nisb ato qilgan kishilar erishalaydi. Bu amaliyotda ammo chuqur bir aql egasi men shunday bo'laydi tegishli hozirlashga tegishli bir safa deb o'ylayman. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Güzel pek mevzuluk güzel içip verdiniz. Endi şu munozir axloqiy fikr munozirlashganda har bir kishi aslida buni ziyolilarimiz hamda bunda jamiyatni yetaklab menayotgan cho'nglar albatta bilishi kerak bo'lgan. Ya'ni eng aqlli talab deb desak, normal xalqmi hammamiz o'rganishga tegishli bo'lgan, kerak bo'lgan masala emas bu. Shunday. Aslida bu
Bulupmu hazır biz hem de çetelde biz. Ağam sıra birimizin hem kardeş ruhan bir muhteşem falan aslında. Bizim ağam sıra del eksi yönelişimiz. Bir taraftan biz belki aramızda Xitay məxsus tor yüzüde uğurlaştırgan, mesela cidel macarat teleydigan kutratlı kişilerinin uçurlarına tesir uçavatman buluşuyoruz mümkün. O cihetten yeterlik akıl bilen hareket kılmaya vatımız tabi öyleydi. Menimce de bu sualını manda bir özgürlük baksak. Biz hem demiş aramızdaki şu göz kararışlardaki peraklarımızdaki kandak muamele kılımız. Hoş. Menimce bu sualga 4 noktadan yakınlaşış mümkün. Elbette bunun cevabı yok. Birincisi, her iki taraf, böyle qaysi taraf oluşunun qat'i nazar, cemiyetteki şu farklarının mukarrer ekanligini qabul qilib o'tishi lozim. Ama yani her qanday cemiyette mayli bizim Uyg'ur cemiyeti olsun, mayli tarixdagi ma'lum bir cemiyet yoki boshqa bir cemiyet, farqlarning bo'lishi bizning irodamizdan xalqib ketgan bir qonuniyat. Biz bunu yoqtirayli yoki yoqtirmayli, bu muqarrar obyektiv bir reallik sifatida mavjud. Unda bo'lganiki, bu xuddi bizim mahallamizda bir tog' bor desak, bu tog' bizning yo'limizni to'ssinmi, biz buni qanday o'lchab olsakmi, bu tog' yo'qolib ketmaydi. Xo'sh. Bizning qiladiganimiz, bizning mahallamizda bir tog' bor degan mushu reallik asosida anadan bu mahallada qanday yashayman degan bir yashash yo'lini o'ylab chiqamiz. Shunlashqa bu muqarrarlikni qabul qilmay, biz uni yoqtirmaganligimiz uchun bu yo'qolish kerakdi. Bu yo'qolib ketish kerakdi deb orzu qilsakmi, bu orzu bizni azoblasa azoblaydi, qarshi tarafga nisbatan taxmin nafratimizni oshirsa deganki, hargiz bu farqni yo'q qilib o'tolmaydi. Xo'sh, xo'sh. Şunlaşqa, mesela bu farq degan vaqtimizda biz kichiklatib qo'yilib qoldi. Amaliyotda bir odam ba'zi vaqtda o'zi bilan o'zi ziddiyatlashib qoldi. Bugun to'g'ri deb qaragan bir narsaga erta gumon qilib qoladi. Bizim islom tariximizni qarab boqadigan bo'lsakmi, biz hammamiz deymiz o'xshash oyat bo'lsa, Qur'on bo'lsa, hadis bo'lsa, nima uchun ixtiloflashmaymiz? Bu normal. Chunki kishilarning tushunish saviyasidan o'xshamasligi, madaniyat saviyasidan tafakkur qilish usulining o'xshamasligi, yaşayotgan rayonning o'xshamasligi, yaşayotgan rayondagi madaniyat muhiti, har xil ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sharoitlarga o'xshamasligi bilan kishilarning oyat, hadislar haqidagi tushunchasi farqli bo'ldi. O sahabeler devrinde sahabenin arasında farqlab kelgan, hozir qadar farqlab bo'layotdi va biz buni ko'ryapmiz. Bunday holatda bu xil farqlarning bir muqarrarlik ekanligini oldin qabul qila olsak, anadan keyin bu farqlar uchrashgan vaqtimizda darhol qanday desak, g'aljirlashib ketmaymiz. Hozir bizni aytib tizla qattiq desak, g'aljirlashimiz. Bizni tilimizni qo'yib o'tishimiz, o'zimizni yo'qotib o'tishimiz, amaliyotda shu g'aljirlash etganligimizdan balolat. Endi Uyg'ur jamiyatiga kelsak, biz hozir bo'lib muhojirat jamiyatida biz endi o'xshamagan davlatlarga tarqalib yashayapmiz. Biz burun vatanda anglamagan, ko'rmagan uchurlarni bundan keyin anglaymiz, ko'ramiz. Va bu bizga ta'sir ko'rsatadi. Va bu ta'sirlar asta-asta muhojiratdagi Uyg'ur jamiyatida o'xshamagan qutblarni paydo qiladi. Ben buna bir mukarrer yüzden içimizde buldu da qaraydı. Biz onu yoqtirayli, yoqtirmayli. Biz burada bo'lmasligi kerakdi deb o'ylasakmi, menimcha bir mezgilda bizning oramizda Xo'sh. Elqlar masalan, hatto Yahudi dinini qabul qilgan, xristianlikni qabul qilgan, islomni aniq oshkora haqoratlaydigan kishilar o'tirib chiqadi va chiqishi mumkin. Hatto bu asosda qutblashishi mumkin. Mana bu xil ahvol ostida biz qandoq qilganda mushu qutblar bilan ma'lum bir prinsip asosida muomala qilisha olamiz deganni oldin o'ylab olishimiz. Buni bir mavjudligimizni bir parchasi deb qarab turib, bir siyosat belgilashimiz va oqilonalik deb o'ylayman. Amaliyotda biz shu
seferge çıkıp mal dünyasını oğurlap ketken çilerdeki kişiler hemmemiz. Hoş, hoş. Birisi-birimizga qanchalik haqoratlab tilashimiz, yo'qolib ketgan narsalarimizni qaytarib kelishimizga hech qanday foydasi yo'q. Bir. Endi ikkinchisi, hammamizning o'zimizga shu dunyo qarashlari bor deydi. O qarashlarimiz bizning siyosat haqidagi tushunchalarimiz, davlat haqidagi tushunchalarimiz, hatto qanday qilganda vatanimizni ozod qilamiz deydigan qarashlarimizga qadar, diniy tushunchalarımizga qadar farqli. Shundaqla bu bizning qalbimizda, kallamizda mavjud. Ammo bizning kallamizdagi mavjud qarashlarimizni tashqi dunyoga ifodalagan vaqtda biz mumkin qadar chiroyli ilmiy til ishlatishimiz lozim. Chiroyli ilmiy til ishlatishimiz lozim. Chunki bir musulmonga nisbatan bizning dinimizni shuni o'rgatgan. Masalan, sizlar mushriklarning butlarini haqoratlamanglar deb oyat bor. Chunki sizlar haqoratlasanglar, ularni Alloh haqoratlaydi. Ya'ni haqoratni keltirib chiqardi. Boshqa narsa yo'q. Shunlashqa mesela karşı tarafının köz karşı tutan göre bizga nisbeten qanchalik bema'ni, kulkilik, ilmiy emas tuyulsa-mu, ammo unga nisbatan biz qarshimizni ifodalagan vaqtda o'zimizning ichidagi o digimiz kelgan noyda ses-qiyofamizni besiqtirib etib, unga qadar chiroyli til ishlatishga tirishib, o bizning sapoyimizni oladi. Masalan, biz bunday narsani tasavvur qilmaylik. Biz bir Hindistonga bordik sayyoh. Hindistondagi bir shahar yezig'i borsak, bu Hindistondagi o'sha kalaga itoat qiladigan bir mahallaga berib qoldik. Shuning bilan biz o'ylaymiz endi, nima degan paqqash kishilar bu? Kallig'imi cho'qinamdi. Xo'sh, xo'sh. Shuning bilan biz bu mahallada turib kaligishini yesak deydi. Kaligishini yesak, bundan sonra jestimiz chiqadi bu mahallada. Ammo ularning kalig'i bo'lgan e'tiqodini biz masxara qilsak, ayada uni ko'zga ilmasak, u vaqtda qanday bir ahvol qilishimiz mumkin? Endi bizga nisbatan ularning kalig'iga e'tiqod qilishini aytib bema'ni. Ammo ularning nuqtasidan kalig'iga e'tiqod qilishi ularning chiqilg'ili bo'lmaydigan bir muqaddas narsa. Endi biz uni qarashini, ya'ni kalig'i cho'qinishini xato deb qarasak, mesela biz musulmon bo'lib xato deb qaraymiz. Ammo ular bilan tutgan pozitsiyada men sening yo'lingni xato deb qarayman, sen intan qapoqbash do'tnimi ekansan deb bunday ifodalamaymiz. Ifodaligimiz kelsa-mu, mantiqli, chiroyli shaklda kalig'iga e'tiqod qilishni mayli diniy nuqtadan, mayli aqliy, ilmiy nuqtadan muvofiq bo'lmagan narsa ekanligini chiroyli shaklda ifodalashga tirishimiz. Bu şu ishning unumini qo'lga keltirish nuqtasidanmi shundoq. Diniy prinsiplarni demagan taqdirdami, bizning kelib ularning qalbiga tegadigan haqorat gaplardan boshlab, ey sizlar do'tnimi ekansizlar, o'sha kalig'imi cho'qinamsizlar, u kali e'tiqodinglarni tashlanglar desak, hech kim tashlamaydi. Bu yerda bu ifodalash masalasi favqulodda muhim. Favqulodda muhim. Şuna Peygamber Aleyhisselam'ın duası da Allah benim nutkumu ravan kılgın diyor. Yani bu ne demek? Senin ifadeleş uslubun senin maksadına yetişte intihayın mühim hissesi var. Eğer sen buna hiç kandak ehemmiyet vermezsen, sen fakat benim kalbimge bu şunda his duygu geldiği de onu uslubuğa, kaideliği emel kılmazsın. Haligan için tüküp etişini ameliyatta ses kırak desek benim sigin kep kaldı bazada hem madem bayağı sigen çıkanda verdi. Akıllı gitse sen toxtab durup ayağı baray deydi. Bu da şuna okşaş. Benim kallamı bu geldi. Ben bunu haligan için değme deyik. Bu bir akıl sahibini başlamaz. Ama üçüncüsü mümkün kadar her qaysi o'zaro birisi-birisini tushunishga tirishish lozim. Xo'sh. Nima qilmoqda deyman desam, agar biz Uyg'ur jamiyatida cho'ng ikki qatlamada qarasak, masalan,
Mekteplerde okuyup yetişken dini, mekteplerde okuyup yetişken penli ziyarelerimizle dini marifete yetişken dini ziyarelerimizle mesela bu iki kutup var da paraylı. Bu iki kutupun birisini düşünüşken hacı tırışkallığı namı yaptı. Hoş. Benim sırtım gözü düşünce her iki kutupta birisi hakkındaki düşüncelik intihayın yetersiz. Mesela bir adli bir misalını alayım ben. Yani Uygur cemiyeti de Uygur yazgıçlarımız aynı vakit vatanda makale yazganlarının içinde ve bununla türlü ta'kidlagan bu. Xudoyim Qur'onda yaratishmandan yaralish yuzasidan deb mushu gapni ishlatmagan yozuvchini aytadi. Ammo hech qaysida Qur'onni varaqlab mushu oyat bormi yo'qmi deb o'qiyapman. Amaliyotda Qur'onda bunday bir oyat yo'q. Hoş, hoş. Demakchi o'g'lim men buni misol berish orqali bu diniy sohadagi kishilar qanday fikr qiladi, qanday o'ylaydi deganlarni tushunish uchun hech bo'lmasa uni o'qigan asarlarni kitoblarni o'qishadi. Uni bilishadi. Bilish qanday muomala qilishimizni asos bilan ta'minlaydi. Bo'lmasa biz halaqi ma kutubdagi kishilar ulug'layotgan, muhim deb bilayotgan, buning uchun jinini pido qilishga tayyor, nihoyatda nurg'un qimmat qarash muqaddas narsalarga nisbatan biz xuddi oddiy muomala qilib qolamiz. Doğru deysiz. Bundan bir narsa var. Bir misal. Mesela bizim vatanda Qashqarda Hekkalığa sayohatchilik kirsa, mesela butunlay dinsiz sayohatchilik kirsa, mesela Xitoyda bor. Uni masjidga kirgan vaqtda bu bir muqaddas ya, bu muqaddasiyatning o'ziga qoidasi va deb qarab turib, undan muomala qilmaydi. Chunki ular hayotida bir batıl olsa bir mukaddes nersini işlep bakmalık için o mukaddeslikten bir insan için nimetin direkt bir aldığı için. Ama bir Hristiyan gelse, belki başka bir dine itikat eden birisi gelse, hiç olmasa mescid kirgen vakti cahillikini burada çiğivaladı. Mescidin içi kirgen vakti ayağını serivetidir. Ayağıyla gelen destemeydi. Çünkü o bunun ibadet kıldığı gerekenlikini, adet başka sorunla okşamaydı kallıkını. Bu yerden üzücülük bir mukaddes kaideleri bağlılığını biliyor. Çünkü onun çirkavı da aşında kaide var. Onun buthanısı da aşında kaide var. Hem de o buthanını, o çirkavı bütünle okumaydığını kandak mağlıkında. Bütünle okumaydığını bundak mağlık. Yani isimli kalkan bir iş var. Ürümçili vakitte Ürümçi'ye işlerin gelgen bir Xitay. Şu dinle başvurulan bir başlık oldu mu şundan oldu. Az önce isim diyor. Şu vakitte balıkı Noğay Mescid'i kepler mi? Kendisi bu 5 vakit namazı kişilerine naiti köp çıkartkanlığını görüp hayran kepti. Ne iş kıldığa gelme o. Adam naiti köp çıkartkan namazı kıldığı mescid diyelim ki. Bu Xitay dergide ondan getken mescid kirgenlerden eşkoydun pul yığısan ondan pul tabi kendisiler. O aşıda oylaydı. Çünkü ibadet kılıngan bir orundunma iqtisadi kıymet yaratışta oylaydı. Çünkü onun dünya karşı şu. Onda bağcık okşaş bir yere iş koyapla kirgenlerin eşkoydun pul alsak tutaklığa işemezken bu. Yani karıştırıp düşünüş yeterlik olmayan ahvalasında da özera muamele tatlı çıkışka kabihleşiyor başlar. Bu da şunu okşaş ama dini kutup mu ziyalilarının fikir kılış usulünü tekrar yaxşı düşünüş için hazırki zamandaki içtimai fellerini okuşup bileceğiz. Bu böylelikle biz Kur'an hadisini okuduk, o kitaplarını okuşup fakat hacetimiz yok deydiğen hazırki zaman nadallık var. Hoş. Onda emas. Her iki taraf birisi düşünüşki yakınlaşma vakitte bayan degende geç çoğumuzun gep sözlerimizle karşılarının ne demek varlığını ankaralayımız. Hazırda bir yerde cümlelerden karşılayımız. Karşılarının gepini düşenmesi iyilatkanlıkını istedim. Mavu ne mi demek ki? Mavu ne mi demek ki?
Yani tushunish nihoyatda yiroq. Uning uchun her ikki taraf birisi oziqlangan manbadan oziqlanib qoldi. Ziyolilar bu Qur'on, hadisni o'qib qolsin. Ahli ilmlarimizmi boshqa asarlarni, kitoblarni o'qib qolsin. Bu hech bo'lmasa chuqur qarashlarni chuqur taslim bo'lamiz, qabul qilamiz, ma'nisiga kelamiz. O'zaro ikki taraf qaranglashgan dialog qurishgan vaqtda bunun foydasi bor. Hem hozir biz bütün cemiyetdeki hamma kutup hamkorlashib o'rtaq bir dushmanga taqobil turishdan iborat bir tarixiy bosqichlar. Xo'sh. Amaliyotda biz shu bayamki misaldagi yuk taqlarimizni yo'qitib qo'ygan odamlar biz. Shu to'ytoylarning birisi ziyoli, birisi mollam, yana birisi tijoratchi, yana birisi odatli bir odam. Hem de ular birisi-birisini tinglashib tursa, o'g'ri ketaverdi. Ular og'aylar magabni keyin deyishidi. Ama hozir bir o'g'rini qo'llaydi degan bo'lsa, aql deyishgan bo'lsa, tabii aqlani bo'ladi. Hozir biz kollektiv aqlimizni yo'qotyapmiz. Endi to'rtinchisi, barliq kishilik munosabatlardagi bir oltin qonun bu. Başta o'ylayman. Shu psixologiyadagi shu munosabat psixologiyasida tilg'iladi. Farzand tarbiyasini jiddiylanadi. Xo'sh. Türkçe empati kurmak yapan bir gap. O İngilizce'deki empathy yani sözün kelgan. Bunun ma'nosi yani Uygurca tuyg'ulaşlik deb tercüme qildim. Yani meselelerni qarshi tarafdan o'rnida turib o'ylashga tirishish. Amaliyotda adolatning asosi shu. Agar siz haqoratlanishni, o'zingizning haqoratlanishini to'g'ri emas deb qarasangiz, o vaqtda siz qarshi tarafdan o'rnida o'ylab vaqtda uni sizning haqoratlashingiz to'g'ri. Albatta to'g'ri emas. Shunglashqa hammamiz bu xil holatlarda o'zimizni qarshi tarafdan o'rniga qo'yib turib o'ylab chiqishga odatlansak, hayotdagi o'sha ijtimoiy munosabatga uchraydigan nurg'un dishvorchiliklarimiz avtomatik holda yo'qolib ketadi. Ya'ni biz nihoyatda chiroyli shaklda hal qila olamiz. Masalan, er-ayol orasida o'xshash. Ota-ona bilan bolalar orasida o'xshash. Biz doim o'zimizning o'rnidan tushirib, qarshi tarafdan o'rniga qo'yib turib, masalalarga qarab qo'ysak, biz boshqa bir yangi narsani ko'ramiz. Shu munozirama shu. Agar bu jamiyatimizga qarshi tarafdan o'zini birisimizni o'rniga qo'yib turib, o'ylab chiqishga o'rgansa, buni bir xil odat xarakterlik tafakkur usuliga aylantira olsa, nurg'unlagan jidal majralarni biz yiltizdan oldini ola olamiz yoki jidal majralarning temperaturasi 500-600 gradusga chiqib ketishdan burun uni bir 50-60 gradusda kontrol qila olamiz deb o'ylayman. Bu aqtim shunchalik so'zlaydi, menimcha yetarli deb o'ylayman. Ko'p rahmat, haqiqatan nihoyatda mevzular güzel bir şekilde tushuntirildi deb qarayman. Alloh razı olsun, ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 12-sonimiz oxirlashdi. Anlab o'tdik. Haqiqatan nihoyatda mevzuliq, kulkilik, keyifli bir suhbat bo'ldi. Hamda haqiqatan hamda bir qancha haftadan buyon ko'nglimizda yerim qolgan bo'ldi bu inkaslar bir-birisiga yetishayotgan. Hattoki ko'pinchamiz buni yozayotganlarni hamda ustozim so'zlab o'tgandek oz sondagilar Xitoy o'rlashtirgan Xitoyning dirbunlari yoki sirtdagi Xitoyning g'alchilari desak masalan. Bular shu millatning ichida bizni texammak bir-birimizga tushirish, kuchimizni ojizlatish, ittifoqligimizni yo'q qilish uchun bunday fursatni oltindan qimmat bilib bozorni texammak qizdirganligi aniq bilamiz buni. Lekin ko'pincha yana xalqimizmi bunga ergishib ketib bu qiziqchilikda boshdan oxir bir-birisiga shunday qattiq haqoratlar bilan bir-birini haqoratlash, bu yerda o'ttirib qo'yilgan fikr bir yerda qilib insonning shaxsiyatiga hujum qilish, bu shaklda nurg'unlagan narsani ko'rdik hamda.
bundan yiroq turishimiz, biz hammamiz ko'pinchamiz shunday erkin fikr qila oladigan davlatlarda yashayapmiz. Shu yerda kunda axborotlarni ko'ryapmiz. Eng ashaddiy bo'lgan bir-birisini mush davlatni tugashtirib o'tmoqda. Turkiya misol olsak, o'qituvchi partiyalar, hokimiyatdagi partiyalar sen davlatni butunlay vayron qilding deb kunda so'zlab turdi, ammo qarshi tarafdagi odamni hurmatlik deb turib, hurmatlikni cho'qim qo'shmay demaydi. Hurmatlik palani mana qildi, uni qildi, buni qildi. İkkincisi bir-birisini eng ig'ir ayıplashlar bilan qila oladi, sifatlay oladi. Ammo hech qachon bu adab axloq nimasidan chiqib ketmagan shaklda fikrni o'tirg'a qo'ysak, ilmiy munozara elib borsak hammayada biz uchun foydali bo'ldi, o'zaro tushunishimizga foydali bo'lganligi aniq. Dushmanimizga ham degankidek bir qiyin sharoitda yashayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi bu xalqimizga ham yarashadigan bu biz chuqur mayli fikr tushunchalarimiz qanchalik xilma-xil bo'lib ketsin, biz eng cho'ng dushmanimizni yo'q qilib, shu dushmanning ustidan g'olib kelib, aziz vatanimizga berib yashamoqchi bo'lgan davlatning qanchalik muhim ekanligini, erkinlikning qanchalik muhim ekanligini, bu yo'q bo'lganda hamma narsamizni ayrilganligimizni shu ustuxonlarimizgacha his qilib ketgan bir millat. Dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz davlatsizlikning nima ekanligini his qildik buni. Bugun yana shunday bir sharoitda bizni parchalab bo'lolmay qolgan dushmanga o'yon qo'yib berib qilishimiz haqiqatan ichinishli bir ish. Şu bundan agah bo'lishimiz, qalbimizni silkib o'tishimiz kerak bo'lgan masala. Har qanday ishning shunday go'zal yo'llari bor ekanligini anglab o'tdik, ko'rib o'tdik. İnşallah bu tuyg'uda harakat qilishga nasib qilsin deymiz. Shu jumladan ham inshaalloh biz bugunmi biroz burun e'londa ba'zi kanallarımızda, ijtimoiy vositalardagi hisoblarimizda atiki bo'lgan yakshanba kuni soat 4'da inşallah nüfuzluq alimlar bilan shu dindorlik Sharq Turkiston davosiga ziyon elib kelamdi degan temani asosgan shaklda 4 ustoz bilan suhbat elib boramiz. Uning qisqa bir e'loni bor. U e'lonni berish bilan oxirda program mashada xo'shlashsak, men mashada sizlarga assalomu alaykum va rahmatullohi deb deyman. Kelar 2 haftadan keyin yana o'xshash bu realligimizga nazar programmamiz yana Allah ömür berse devam qildi. Albatta o'ng'icha heytmi bo'lib ketadimda ma'lum. Oldimizga kelayotgan heytinglarni shu munosabat bilan tabriklab olay. İnşallah ko'rishguncha aman bo'linglar. Ammo aytiki program bek muhim. Cho'qim buni keng ko'rib berishinglarni, fikr bayon qilishinglarni umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi jinoyatlarining kuchlik dalillar bilan oshkorlanishiga ergashib, dunyodagi kuchlik davlatlar Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotganligi va irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'lon qilayotgan Sharq Turkiston xalqining yo'lliq da'vosi kunsiri kuchayotgan halqaliq bir paytda ixtilofli masalalarning to'satdan kun tartibga keltirilishi, asosliq nishonni Xitoyga qaratish o'rniga xalqimiz orasida ziddiyat terilishi, talash tortishlarning nüfuzli shaxslargacha kengayishiga o'xshash masalalar muhojiratda yashayotgan xalqimizni bearam qildi. Uchuq suhbat programmamizning dindorlik Sharq Turkiston davosiga ziyon yetkazamdi mavzuliq bu sonida Kamina Abdullah Yalqun islomning insonlarga bergan fikr tushuncha erkinligi, Uyg'ur madaniyati bilan islom madaniyatining aloqasi, islom dini oshqulliqqa qanday qaraydi, o'lchimi nima, ayollarning kiyim-kechaklari haqida islomning umumiy prinsiplari qaysilar qatorliq savollarni so'rayman. Qahramonmarash Sutchi Imom universiteti o'qituvchisi doktor Olimjon Bug'da, Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi va Avstraliya vakili ustoz Abdusalom Olim, Dünya Müslüman Alimlar birligi va Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi ustoz Abdurahmon Jamol, Sharq Turkiston Ulamolar birligi rais vakili Mahmudjon Damollam qatorliqlar savollarga javob berdi. Keng ko'rurmanlarimizni 2 may yakshanba İstanbul vaqti soat 16 da İstiqlal televiziyasining YouTube va Facebook ekranlarida kutamiz.